Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlarni e'tiboringizga yuqori molekulyar birikmalar fanidan polimer iviqlar degan mavzu bo'yicha ma'ruza qilib bermoqchiman. Ma'ruza qilib bermoqchiman. Demak, biz polimer iviqlar bo'yicha ma'ruzamizning rejasi quyidagidan iborat bo'ladi. Polimerlarning konsentrlangan eritmalari haqida tushuncha, konsentrlangan eritmalarning gidrodinamik xoslatlari, tizimlanish va iviqlanish, iviqlarning teksotropiya xossalari, iviqlardagi relaksatsiya hodisalari. Demak, polimerlarning konsentrlangan eritmalari deganda biz eritmada erigan moddalar molekulalarini bir-biri bilan bevosita ta'sirlashib oladigan eritmalarga aytamiz. Polimerlarning quyuq eritmalarida molekulyar tugunlarning bir-biri bilan bunday o'zaro ta'siri natijasida eritmaning sof erituvchiga nisbatan qovushqoqligi oshadi. Ba'zi olimlarning fikricha, eritmaning nisbiy qovushqoqligi taxminan 100 atrofida bo'lgan sistemalar to'yingan, ya'ni konsentrlangan eritmalarga misol bo'la oladi. Ma'lumki, bir qator polimerlarning qayta ishlash jarayonida asosan ularning konsentrlangan eritmalari ishlatiladi. Shuning uchun polimerlarning to'yingan eritmalarining asosiy fizik, kimyoviy va rheologik xossalarini chuqur o'rganish polimerlarni qayta ishlash texnologik jarayonlarida muhim muammolarni hal qilishi mumkin. Mana bu rasmda suyultirilgan va konsentrlangan polimer eritmalardagi makromolekulalarni o'zaro joylashishi keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, suyultirilgan eritmalarda makromolekulalar bir-biridan ancha uzoqda joylashgan va ular orasida hech qanday ta'sirlashuv kuzatilmaydi. Endi konsentrlangan eritmalarni oladigan bo'lsak, konsentrlangan eritmalarda makromolekulalar bir-birlari bilan bog'lanib qoladi. Bu bog'lar asosan fizikaviy bog'lar bo'lib, ular juda sust bo'ladi. Shuning uchun masalan konsentrlangan eritmalarni isitganimizda bu bog'lar yo'qolib, ular yana suyuladi. Konsentrlangan eritmalardan suyultirilgan ajratish uchun mana e'tiboringizni mana bu rasmga keltiramiz. Qarang. Mana bu rasmda poliizobutilen eritmalari uchun qovushqoqlikni molekulyar massaga logaritmik bog'liqligi keltirilgan. Odatda bunday bog'liqlik to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Lekin ko'rinib turibdiki, qaysidir molekulyar massada va konsentratsiyada bu egrilarda sinish ko'rsatiladi. Bu to'g'ri chiziqlarda mana sinish kuzatiladi. Mana shu sinish kuzatilgan molekulyar massa va konsentratsiyada konsentrlangan eritma hosil bo'lganligidan dalolat beradi. Demak, mana bu rasmdan ko'rinib turibdiki, polimerning molekulyar massasi va konsentratsiyasi oshgan sari ularning demak sinish nuqtasi
pastroq molekulyar massalarga qarab tushib boradi va masalan 0,5 konsentratsiyada olsak polimerni 12 beta logaritmi to'rtdan sal oshiqroq bo'ladi. Agar 10 barobar pastroq konsentratsiya olsak, ularda konsentrlangan eritmalarni hosil bo'lishi molekulyar massani logaritmi 5 ga yaqin bo'lganda kuzatiladi. Endi ko'rinib turibdiki, sistemada qancha polimer ulushi ortsa, shu sistemada shunchalik makromolekulalar orasida bog'lanish kuchayib boradi va qandaydir turli xil tizimlar hosil bo'ladi. Tizimlar hosil bo'ladi. Polimer eritmasining konsentratsiyasi qanchalik yuqori bo'lsa, makromolekular bir-biri bilan mustahkamroq bog'lanadi va harakatlanish bu sistemalarda keskin qiyinlashadi. Demak, polimerlarni konsentrlangan eritmalarini xossalarini, gidrodinamik xossalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, mana bu yerda shu eritmalar bo'ysunadigan tenglamalar keltirilgan. Mana birinchi tenglama bu Nyuton tenglamasi. Demak, Nyuton tenglamasidan ko'rinib turibdiki, mana bu tau, ya'ni shu eritmani siljish ko'rsatkichi yoki oqish vaqti ham desak bo'ladi, eritmaning qovushqoqligiga va gradiyent, oqish gradiyentiga to'g'ri proporsional yoki buni yana tezlik gradiyenti deymiz. Demak bu yerda mana bu qovushqoqlik mana shu ikkita parametri bir-biri bilan bog'lovchi koeffitsiyenti deyiladi. Suyultirilgan eritmalarda eritmalarning qovushqoqligi gradiyentga bog'liq bo'linmaydi. O'shaning uchun suyultirilgan eritmalarni Nyuton eritmalari deyiladi. Konsentrlangan eritmalarda esa Nyuton qonuniga bo'ysunish kuzatilmaydi va ularning oqishi hamda qovushqoqligi, oqishi ayniqsa oqish vaqti tezlik gradiyentiga keskin bog'liq bo'ladi. Tezlik gradiyenti ortishi bilan ularning oqish, ya'ni oquvchanligi kamayib boradi. Mana endi agar Poiseuille tenglamasini oladigan bo'lsak, Poiseuille tenglamasida suyultirilgan eritmalarda demak oqib chiqayotgan kapillardan oqib chiqayotgan erituvchining hajmi suyultirilgan, mana bu P bosimga bog'liq bo'lmaydi. Konsentrlangan eritmalarda esa mana shu oqib chiqayotgan hajmi, ya'ni oquvchanligi mana shu bosimga bog'liq bo'ladi. Demak, shunisi bilan, shu xossasi bilan konsentrlangan eritmalar suyultirilgan eritmalardan farq qiladi. Demak, polimerlarning konsentrlangan eritmalarini oqish jarayonini kuzatadigan bo'lsak, bu oqish jarayonida
gradiyent, oqish gradiyenti oshgan sari polimer eritmalardagi makromolekulalar tartibsiz joylashishdan ko'ra tartibli joylashishga o'ta boshlaydi. Ya'ni ularda xuddi kristal polimerlarga o'xshab tartib gradiyent, tezlik gradiyenti oshishi bilan tartib paydo bo'ladi. Polimerlarning konsentrlangan eritmaning yana bir xossasi bu polimerlarning konsentrlangan elementlarning qovushqoqligini gisterezisi deb aytiladi. Demak, odatda polimer eritmalarining qovushqoqligi ikki xil qovushqoqlikdan iborat bo'ladi. Birinchisi strukturaviy qovushqoqlik, ikkinchisi esa oddiy makromolekulalarni o'lchami bilan bog'liq bo'lgan qovushqoqlik hisoblanadi. Endi agar biz polimer eritmasining konsentrlangan eritmasining haroratini ortib borsak, u mana bunday B1, B2 chizig'i bo'yicha qovushqoqlik kamayib qoladi. Keyin haroratni o'zgartirmasdan bir xil haroratda ma'lum vaqt ushlaganimizdan keyin konsentrlangan eritmani qovushqoqligi keskin pasayib mana A2 nuqtaga keladi. Endi agar to'g'rimi-to'g'ri pasayish bo'lganda mana bunday emas. Mana bu egri, ya'ni C egri chiziq bo'yicha pasayish bir tekisda borish kerak edi. Lekin ko'rib turibmizki, konsentrlangan eritmada bunday pasayish mana sinish bilan borayapti. Endi agar biz shu konsentrlangan eritmani yana sovuta boshlasak, uni asta sekin qovushqoqligi ortib boradi. Lekin qovushqoqlikni ortib borishi boshqa yo'l bilan, ya'ni pastroq chiziq bilan, ya'ni A2, A1 chiziq bo'yicha boradi. Endi harorat o'sha dastlabki T1 ga yetganda biz ma'lum vaqt kutsak, bu vaqt bir kun, 2 kun, bir hafta ham bo'lishi mumkin. Polimer konsentrlangan polimer eritmasining qovushqoqligi sekin-sekin dastlabki qovushqoqlikgacha tiklanib boradi. Shuning uchun mana bu bog'lanish, ya'ni polimerlarning eritmalarining konsentrlangan polimer eritmalarining qovushqoqligini haroratga bog'ligi mana shunday bir-biridan farq qilganligi uchun mana bu hodisaga gisterezis deyiladi. Ya'ni yo'llar bir-biri bilan bog'liq emas degan ma'noni bu tushunadi. Ya'ni egrilarning borish va qaytish jarayoni boshqa yo'llar bilan borganligi uchun bu hodisani gisterezis deb ataladi. Demak, agar biz gisterezis sabablarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, gisterezis sabablaridan bittasi bu polimerlarda kuzatiladigan relaksatsiya hodisasidir. Boshida biz polimerni qizdirganimizda u B1 haroratdan B2 haroratga kelguncha makromolekulalar orasida harakat boshlanadi. Makromolekulalar orasidagi bog'lanish sekin-sekin kamayib boradi. Lekin bu bog'lanish sekin borgani uchun makromolekulalarning o'lchami katta bo'lganligi uchun bunday bog'lanishning bir-biridan makromolekulalarning ajrashi asta sekin boradi.
Shuning uchun qovushqoqlikni kamayishi juda oz kuzatiladi. Endi biz ma'lum vaqt shu birinchi haroratda eritmani ushlab tursak, haligi bog'lanishlar shu harorat ta'sirida makromolekulalarni harakatchanligi sekin sekin kuchayib boradi va makromolekulalarni o'zaro bog'lanishi kamayib boradi. Natijada ma'lum bir vaqtga ketgandan keyin konsentrlangan eritmani ichida hosil bo'lgan strukturalar buziladi va strukturaviy qovushqoqlik keskin kamayib ketadi. Endi agar biz bu sistemani yana bir haroratgacha sovutsak, ushbu sistemada asta sekin qovushqoqlik orta boshlanadi. Demak, sistemada yana strukturalar paydo bo'ladi. Bu shu sistemani strukturaviy qovushqoqligini ortib borishiga olib keladi. Lekin bunday strukturalarni hosil bo'lishi sistemada strukturalanishi, ya'ni tizimlanishning hosil bo'lishi ma'lum vaqt talab qiladi. Shuning uchun bir haroratda biz sistemani uzoq vaqt uzatganimizdan keyin unda tizimlar paydo bo'lishi boshlanadi va tizimlar to'liq paydo bo'lganda mana bunday sistema o'zini dastlabki qovushqoqligiga yetadi. Demak, polimerlar, konsentrlangan polimer eritmalaridagi boradigan hodisalar ma'lum vaqt, ya'ni relaksatsiya vaqtini talab qiladi. Relaksatsiya vaqtini talab qiladi. Endi agar biz mana shu tizimlanishni davom etaversa, tizimlanish davom etaversa, bizni polimerlarda shunday struktura hosil bo'ladiki, polimer eritmalar ular umuman o'zini oquvchanligini yo'qotadi. Mana shunday oquvchanlikni yo'qotgan polimer eritmalarga polimer iviqlar deyiladi. Endi o'zi polimer eritmalarining qovushqoqligi faqat harorat ta'sirida emas, balki mexanik kuchlar ta'sirida ham borishi mumkin. Masalan, siz konsentrlangan polimer eritmani probirkada yaxshilab silkitsangiz, uni keskin qovushqoqligi kamayib ketadi. Uni sababi o'sha mexanik ta'sirda polimer eritmadagi tizimlar, strukturalar buziladi va qovushqoqlik kamayadi. Lekin asta sekin vaqtdan keyin polimer eritmaning qovushqoqligi yana tiklanadi. Demak, mexanik ta'sirida polimer, konsentrlangan polimer eritmalarning qovushqoqligini keskin kamayib ketishiga tiksotropiya deb aytiladi. Tiksotropiya ayniqsa iviqlarda yaqqol kuzatiladi. Demak, polimer eritmalarining qovushqoqligi sanoatda muhim ahamiyatga ega. Chunki sanoatda tola va plyonkalarni sifati mana shu polimer eritmalarining konsentratsiyasi to'g'ri tanlanganligiga juda bog'liq bo'ladi. Demak, polimer iviqlarda strukturalanish jarayoni, ya'ni tizimlanish jarayoni
keyingi bosqich kuzatiladi. Ya'ni butun dispersion tizim yagona tizimga iviqqa aylanib, butun dispersion tezlik iviq bilan egallanadi. Makromolekulalar sabzavot qobiqlar mavjud bo'lmagan yangi qismlari orqali yoki erituvchi molekulalar vositasi orqali ular bir-biri bilan bog'lanadi va fazoviy strukturalar paydo bo'ladi va iviqlar ichida sinchlar hosil bo'ladi. Bu sinchlar makromolekulalardan iborat bo'lib, sinchlar orasida erituvchi molekulalar joylashadi. Sinchlar faqat vertikal emas, balki gorizontal holatda ham hosil bo'ladi. Shuning uchun konsentrlangan iviqlarda to'rsimon tuzilish bo'ladi va to'rlar orasida erituvchi molekulalari joylashgan bo'ladi. Bu erituvchi molekulalari iviqlarda polimer molekulalar bilan joylashgan bo'lganligi uchun ular iviqlar ichidan qattiq siqib chiqarsangiz ham chiqa olmaydi. Endi polimer iviqlar juda ham keng kuzatiladi. Masalan, oddiy hujayralarni oladigan bo'lsak, hujayralar ichida ham polimer eritmalar, konsentrlangan polimer eritmalar bo'ladi. Ular iviqlanmasligi uchun o'sha polimer eritmalardagi makromolekulalar hujayraga o'ralgan holatda bo'ladi va ularning orasida strukturalar hosil bo'lmaydi. Endi bu polimer iviqlarni qo'llanishi juda ham keng. Ayniqsa ular misol uchun oziq-ovqat sohasida turli xil marmeladlar yoki mana oddiy xaladesni oladigan bo'lsak, u ham polimer iviq hisoblanadi. Ya'ni vaqt o'tishi bilan sekin-sekin qotadi va iviqqa aylanib boradi. Shuning bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Mana bu yerda shu mavzu bilan tanishmoqchi bo'lgansangiz, mana adabiyotlar keltirilgan. Agar bu mavzuni yirik olimlar tomonidan yoritilishini eshitmoqchi bo'lsangiz, mana bu internet saytlarga kirsangiz ham bu mavzular yoritilgan. Yana bir marta e'tiboringlar uchun rahmat.